Chunki salovat aytayotgan odamga rahmat, baraka eshigi ochilishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayon qildilar. Kasal odam salovat aytsa shifo topadi. Qarzdor odam salovat aytsa najot topadi. Biz undan bundan so'raymiz u yordam. To'g'ri, mayli uni to'g'ri tushunamiz. Lekin salovat aytib turib bir Xudoga yig'lab ko'ring. Qarzdorlar, bemorlar, boshiga mushkul tushganlar, qo'lingizga tasbih ushlab, jay namozning ustiga yangi tahorat, yangi g'usl bilan o'tirib, shunday qiblaga qarab qalbingizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilarida o'tirgandek bir salovat aytib turib Xudodan so'rab ko'ringki, Xudo sizning maqsadingizni bermasmiki? Yo'q, salovat-i sharifaga shubha yo'q. Salovat-i sharifani Xudo o'zi Qur'oni Karimda bayon qilganda, astag'firullah, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.